Bizga yana bitta qiyin ish kelgan. Diskamiz kovunni razmeri 21. Mana bu tomoni qaranglar, qanaqa qiyshaygan. Ana shu tomoni asli ana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Razmeri 21, shirokiligi 11,5 dyum. Bu qiyshaygandan tashqari mana bu yog'i ham singan. Keyin vasmirka ham bo'lgan. Qanaqadir elektromobil bo'lsa kerak, yana bilmadim. Diskani taniganlar bo'lsa, qanaqa mashinaligini biladiganlar kommentariyaga yozsa bo'ladi. Ana shuni nasib etib tuzatamiz. Tuzalgandan keyin mana bu tomoni sal qiyinroq, qanday tuzatganimni ham aytaman. Bu diskani orqa tomonini ko'pchilik razmeriga keltira olmaysan deganda, lekin razmeriga keldi. Mana bu tuzatilgan joylari bir tekstda chiqdi. Bo'lagini unutilgan joylarini ham tekstlab razmerini chiqarib qo'ydim. Vasmirkasi aylanishi ham cho'tki bo'ldi. Balansировкаga javob beradi. Mana bu ichkari tomoni. Bu yog'i ham cho'tki bo'ldi. Buni tuzatishga kelsak, mana bu qalin tomondan tortib turgan holda mana bu yog'larni damkadan ko'tarib tushirib joyiga keltirib qo'ydim. Nasib bo'lsa, bundan battarlarini ham qilib ko'rsataman. Bu diskani o'rta qismlarini qalinligi gugurt cho'piday mayin bo'ladi, sababi kovunni diski o'zi shunaqa bo'ladi, lekin o'shanda ham hech qayerni sindirmasdan, yirtmasdan diskamizni chiroyli qilib razmeriga keltirib qo'ydim. Nasib bo'lsa, xizmat qilib beradi.